Salom hammaga, sizlar bilan yana Sardor Gang. Bugungi videomizda sizlar bilan PUBG Mobile'ga yangi Mythic Forge ruletkasi ma'lumotlari, chegirma kelishi va undagi yangi skinlar, Warren X kostyumini qaytishi, yangi Ultimate ruletka skillari, yangi sovrin yo'li va turi 3 versiyadagi superkarlar va kelajakda keladigan Ferrari superkar skillari haqida gaplashib o'tamiz. Xullas, videomiz ma'lumotlarga boy bo'ladi. Videoni ko'rishdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Men videoda boshladim. Birinchi yangiligimiz bu Mythic Forge ruletkasiga keladigan chegirma. Esingizda bo'lsa, o'tgan yili PUBG Mobile 7 yillik yubileyida birinchi bor Mythic Forge'ga shu ko'rinishda skidka kelgandi. Shu tugmani bossa, ekranimizda 3 xil tanlov chiqardi. Ularda ichida 30, 40, 50% li skidkalar turardi. Omadimiz kelsa 50%, bo'lmasa undan kami chiqardi. O'tgan yili menga 30% li chiqqandi. Va aynan shu chegirmada Mythic Forge'dagi skinlarni 5 tasini xarid qilish limitimiz bo'lardi. Ya'ni 5 dona skinni skidkada olasiz, bo'ldi. Undan keyingilari yana o'z narxiga qaytib qoladi. 12-mart kungi turi 3 versiyamizda ham aynan shunday skidkali Mythic Forge kelyapti. Unda ham shu tarzda omadga qarab foiz tushadi va narxlar shu foizga qarab belgilanadi. Bu safargi Mythic Forge'imizda qaytayotgan skinlar shular. Bu setimiz chiroyli, animatsiyasi ham bor kostyumda o'zida. Nechinchidir yubileyda qo'shishgandi. Afsuski emotsiyasi yo'q. Keyingi kostyumimizda ham emotsiyasi yo'q, o'zi ham uncha chiroyli emas. Oxirgi setimizda esa chiroyli emotsiyasi bor, tipa jim turinglar degan tarzda qiladi. Setda o'zi esa uncha chiroyli emas. Qaysi kuchaytiriladigan qurollar qaytishi hozircha noma'lum. Inferno shlemi esa Mythic Forge'da afsuski yo'q. U ma'lumotlar yolg'on bo'lib chiqdi va men u qo'shiladi deb ham ma'lumot bermagandim. Qandaydir Inferno'ni Mythic Forge'ga qo'shishlari menimcha noto'g'ri. Undan ko'ra birorta case yoki roletga qo'shsa, hamma ham ola olmasa menimcha yaxshi, chunki hamma olsa ham o'sha lemda kiygiz kelmay qoladi. Xullas, yangi turi 3 versiyamizda Mythic Forge'da bizni shunaqangi mythiclar va chegirmalar kutmoqda ekan. Ikkinchi yangiligimiz Warren X kostyumini qaytishi, ya'ni o'sha qonli qarg'a X kostyumi bor, ko'pchilik yoqtiradi va u kostyum qaytmaganiga 4 yildan oshdi. Oxirgi marta o'sha 2022-yilda Joker X kostyumini admin bo'limida qaytgandi. Va nihoyat razrabochilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga Warren qaytish haqida allaqachon rasmiy videolar qo'yishgan va bu videoda mana biz ko'rishimiz mumkin. Kelayotgan yangi Phoenix X kostyumini ham ko'rsak bo'ladi. Qiz bola personajga mos qilib yasalgan, shunaqangi olovli va tilla ko'rinishda kelar ekan. Warren esa u bilan birga bitta ruletkada keladi. Xohlasangiz общий ruletkani, xohlasangiz alohida Warren o'zini ochsak kerak. Bu yerda yaqinda Faron o'sha Anuxran ruletkasida qaytganda bu ham bitta ruletkada keladi. Xullas, Warren X kostyumi ma'lumotlarga ko'ra 4-aprel kuni X kostyumlar ruletkasida qaytadi. Sababi Anuxra ham o'tgan yili 4-aprelda kelgandi. Har yili o'sha 4-aprelda qo'shishlari odatiy hol bo'lib qoldi. Ko'ramiz, kutamiz. Yangi ma'lumotlar chiqsa, albatta video qilib xabar beraman. Endi esa keyingi yangiligimiz Ultimate ruletka skillari. Bu haqida ham razrabochilar rasmiy video roliklar tayyorlab qo'yishgan. Shulardan ma'lumot berib o'tamiz. 27-mart kuni keladigan Ultimate ruletkamizda shu qizlarda kostyumi qo'shilar ekan. Nomi o'lchamlar aro diva seti ekan. Razrabochilarning aytishicha, bu kostyumda ko'rinmas golografik materiallar ishlatilgan, ya'ni kostyumda qaysidir qismi o'sha hilpirab oynaga o'xshagan bo'ladi va bu ruletkamizdagi kuchaytiriladigan qurol AKM uchun bo'ladi. Nima ham deymiz, odatiy qizlar uchun qo'shiladigan kostyum va ko'pchilik mana shu ruletkamizdagi rasmni ko'rib superkar birga kelyapti Ultimate bilan deb o'ylashyapti, lekin bu katta ehtimol bilan shunchaki glider xolos, superkar emas. Lekin bu hali 100% aniq emas. 100% aniq ma'lumotimiz 11-mart kuni o'sha obnovleniyamiz kelganda aniq bo'ladi. O'shanda Telegram kanalimizga batafsil ma'lumotini tashab qo'yamiz. Bu Ultimate ruletkamiz admin bo'limida mana shu pushti rangli Ultimate ruletka skillari qaytar ekan, Skarelga qo'lga olish animatsiyasi ham qo'shilar ekan. Keyingisi 27-aprelda keladigan Ultimate. Unda esa to'liq o'g'il bola personaji uchun kostyum qo'shiladi va bu kostyumimizning qobiliyati ikki xil tusga kira oladi. Birinchisi seryozni mana shunaqangi kostyum, ikkinchisi esa shunaqangi oq va rang-barang effektlar chiqib turadigan kostyumlar ekan. Xohlasangiz unisini, xohlasangiz bunisini kiyib yuraverasiz. Bu ruletkamizda esa Amwer sniper uchun kuchaytiradigan skin bo'ladi. Va bu ruletkamiz admin bo'limida esa o'tgan yilgi o'sha tilla rangli qizli kostyumi va AKM qaytar ekan. Hozircha yangi kuchaytiradigan qurollarimizning kilchatlari, effekt popadaniyalari yo'q. Tez orada ulardan ma'lumot chiqsa, albatta Telegram kanalimizga tashab qo'yamiz, chunki ularni YouTube'da ko'rsatish taqiqlangan.
Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. 4-yangiligimiz esa yangi sovrin yo'li. Tur 3 versiyamizda Jujutsu Kaisen animesi qaytmoqda va sovrin yo'lida ham shu anime skillari qo'shilar ekan. Ma'lumotlarga ko'ra, sovrin yo'lini ichida Sukuna personajini ikki xil kostyumi bo'ladi. Mana rasmda ko'rishingiz mumkin. Mana shu chap tomondagisi oq ko'ylakligi va ikkinchisi o'sha ko'ylaksiz holat, ya'ni Itadori tanasidagi ko'ylaksiz holatini qo'shar ekan va shu ikkala skin sovrin yo'lida bo'ladi. Ikkalasini ham olamiz, ikkita mifik bo'ladi. Shuningdek, Aoi Todo personaji ham bor. Buni kostyumini sabitlardan bepulga qo'lga kirita olamiz ekan. Bu haqida razraботchilar ma'lumot berishgan. Ruletkalarda esa eski hamkorlikdagi skilllarni qaytarishadi. Satoru Gojoda ikki xil kostyumi, Itadori, Megumi va Nobara mifiklari ham bo'ladi va yana bitta alohida ruletka bo'ladi. Unda katta ehtimol bilan Suguru Geto bilan yangi o'sha Jujutsu Kaisen skillari bo'ladi. To'liq ma'lumot chiqsa, albatta uni ham Telegramga tashlab qo'yamiz va ushbu hamkorlik 13-mart kuni boshlanadi. Shu kuni sovrin yo'li va ruletkadan anime skillarini tushirib olsa bo'ladi. Endi esa tur 3 versiyamizdagi yangi superkarlar haqida gaplashib o'tamiz. Yangi sezonimizda Apollo nomli brend bilan hamkorlik bo'lar ekan va shu brendda giperkarlari qo'shilar ekan. Mana rasmda ko'rishingiz mumkin. Katta ehtimol bilan bu Apollo Evo modeli va kupe uchun qo'shiladi. O'sha ikkita o'rindiqli bo'ladi. Bu superkarlarimiz ham Porsche'ga o'xshab speed drift, ya'ni razgonli bo'lib keladi. Qimmatga yusiga tushirib olamiz. Kam yusiga tushish ehtimoli juda ham kam. Ruletkada kelganda osonroq bo'lardi, afsuski speed driftda keladi. Ushbu hamkorligimiz 20-mart kuni boshlanadi. 20-mart kuni akkauntingizga shu Apollo brendini superkarlarini tushirib olsangiz bo'ladi. Endi esa qachondir o'yinga qo'shiladigan Ferrari hamkorligi haqida gaplashamiz. Sababi bu hamkorlik 100% bo'ladi. 2026-yilda bo'lishini razraботchilar tasdiqlashgan, lekin qaysi oyda kelishi noma'lum. Ferrari bilan Xitoy PUBG Mobile allaqachon hamkorlik boshlagan va Ferrari skillarini ham qo'shgan. Ekranimizdagi videolar o'sha Xitoy PUBG Mobile bilan bo'lgan hamkorlikdagi treylerlar juda ham chiroyli qilib ishlashgan, gap bo'lishi mumkin emas. Treylerlarda har doim chiroyli yasashadi. Endi esa Ferrari skillarini ko'rib chiqamiz. Mana men hozir Xitoy PUBG Mobile da turibman. PUBG Mobile Xitoy versiyasi. Unga aytganimdek allaqachon Ferrari bilan hamkorlik qo'shilgan. Mana keyslarning ichida pastga tushsak, mana bu yerda Ferrari hamkorligi, arqa fonda Ferrari red logosi va mana Ferrarida qo'shiladigan skilllarni o'sha oldindan ko'rib olsa bo'ladi. Ya'ni bizga ham aynan shu modellar katta ehtimol bilan qo'shiladi. Bo'lmasam, birinchisi eksklyuzivniy modeli Ferrari Enzo ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Bu qanaqangi eksklyuziv bilmadim. Bilganlar kommentariyada izohlarni yozib qoldiringlar. Balki bu Enzo qanaqadir poygachi bo'lsa kerak, o'sha uchun qo'shilganmi bilmadim. Eski modelga o'xshayapti, juda ham eski. Men endi mashinalarga uncha sharit qilmayman, tushunmayman, lekin ko'rinishi prosta bomba. 01 raqamli mana ko'rinishi zo'r, arqa foni ham bunda mana eksklyuzivniy qizil qilib yasalgan va Xitoy PUBG Mobile'da ko'p superkarlar kuchaytiriladigan bo'ladi. Masalan, buni ham kuchaytirsak bo'ladi. Mana kuchaygandan keyin oltin rangga aylanib, balonlari boshqa joylari yonadigan bo'lib qolar ekan. Mana bu yerda maxsus effektlari bor. Mana o'sha tezlik bilan yursak alohida effekt chiqadi. O'sha balonlarda bunaqangi driftlar qilsak ham sariq chiqadi. Xullas, Xitoy PUBG Mobile'da bu narsa juda ham oshirib yuborilgan, lekin bizda bunaqa bo'lmaydi. Salonlarini ichi ham yaxshi mana. Va qizig'i, tez orada bizga qo'shiladigan yana bir ajoyib yangilik, skinlarni yaqinroqdan ko'rsak bo'ladi. Mana qaranglar. Superkarni biror joyisiga yoqib qolsa, mana bemalol yaqinlashtirib salonlargacha ko'rib olsangiz bo'ladi. Mana gap bo'lishi mumkin emas. Tur 3 versiyadan boshlab bizga ham mana shu funksiya qo'shiladi. Faqat superkarlarga emas, любой skinni biz yaqinlashtirib ko'ra olamiz. Mana Enzoni ikkinchi oddiy modeli bu prosta tek mana qizil ranglisi. Buni ham ko'rinishi bomba. Menimcha mana shu real hayotdagi o'sha Ferrari Enzo bo'lsa kerak. Ikkinchisi La Ferrari modeli. Bu endi qimmat skin mana. Как будто 3 ta jetonli desak bo'laradi. Bizning versiyamizda mana bu esa kuchaygan ko'rinishi. Buni chiroyliligini qaranglar, qop-qora va tilla rangda bunaqa effektlar chiqib turadi. Globalda bo'lganda men 100% buni tushirardim va bu kupe uchun ekan. Ko'rinishi prosta bomba, effektlarini qaranglar. Arqadan bunaqangi nurlar chiqib turadi. Tez yurganimizda chaqmoqli bunaqangi speed rejimi bor. Prosta ko'rinishi bomba. La Ferrari gap bo'lishi mumkin emas. Buni ham mana yaqinroqdan tomosha qilsak bo'ladi. Prosta go'zal. Keyingisi La Ferrari'ni oddiy skini, ya'ni qip-qizil skini. Ferrari qizil rangsiz, endi u Ferrari emas, mana ko'rishlari mumkin. Prosta bomba, bu ham katta ehtimol bilan global versiyamizga ham qo'shiladi va
kupe uchun bo'ladi. Keyingisi sariq rangli esa mana sarig'i ham prosta chiroyli. Sariq rang ham Ferrari uchun zo'r chiqqan. Endi ko'k ranglisini bilmadim. Bunisi endi menga uncha yoqmadi. Juda ham oddiy bo'lib qolgan, lekin qizili bilan sariq prosta bomba. Qorasi esa shedevr desak ham bo'laveradi. Vau. Stilni, o'ta stilni. Keyingisi Ferrari Puro Sangue. Qanaqa o'qilishini bilmayman. Pursangue shunaqa bo'ladi. Bu UAZ uchun superkar bo'ladi. Ko'rinishi ham prosta bomba mana. Arqa faralari, oldi faralarini qaranglar. Vau. Kuchaytirilganda esa bu kosmический bunaqangi binafsha rangga aylanib qolar ekan. Ko'rinishi zo'r. Oddiy skena esa bunaqangi mana oddiy stalnoy rang. Ko'rinishi zo'r. Albatta qizil ranglisi ham bo'ladi. Qizil ranglisi ham mana bomba va bunaqangi qizlarbob. Qanaqa rang desa bo'ladi? Qaymoq aralash pushti. Keyingisi Ferrari Roma. Dacia transporti uchun mana shu Ferrari modeli qo'shilar ekan. Voy, mana chiroyliligini qaranglar. Pushti ekan, qizlarbob ekan. Qo'shatirganimizda esa binafsha rangga aylanar ekan. Bizga endi qiziqrog'i stalnoyi, mana stalnoy ham prosta bomba. Yaqinroqdan ham ko'rsak bo'ladi. Dacia uchun ham mana nihoyat chiroyli skin olamiz. Lamborghinidagi yoqardi. Bunisi endi undan ham ko'proq yoqapti. Qaranglar, arqalarini chiroyligini qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Albatta qo'shilsa olaman. Men akkauntimga Porsche tushirmadim, chunki Porsche'dagi 911 da yo Dacia'ga emas, yo Coupe'ga emas qilishdi. Mirado'ga olgim kelmadi, shuning uchun ochmadim. Mana bu qizil ranglisi ham prosta bomba. Va mana bitta mana bu rangni bilmadim. Qanaqadir okean rangi ekan. Ko'rinishi zo'r va global versiyamizga Buggy uchun ham o'sha Ferrari'ni Formula 1 modellari ham qo'shiladi. Albatta, u haqida razrabochilar o'sha maxsus rasmlar orqali e'lon qilishgandi va mana shu Roma, Pursan, LaFerrari va katta ehtimol bilan Enzoni o'sha qanaqadir shedevr joyiga qo'shishsa kerak. Atak Enzo ham prosta bomba, qanaqadir eskicha model bo'lsa ham ko'rinishi o'ta go'zal. Даже Xitoy PUBG'da ham bu shedevr joyda turibdi. Mana pastda ko'rishlaringiz mumkin. 6 ta qanaqadir skinni tushirsangiz, keyin buni o'sha teginga qo'lga kiritasiz ekan, prosta tak olib bo'lmaydi. Buni unisini olish uchun 4 ta o'sha pastdagi Ferrari jetonini yig'ishingiz kerak. Gap bo'lishi mumkin emas. Menga Ferrari skillari juda ham yoqdi. Sizgacha yoqdimi yoki yo'q, albatta izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Tushirasizmi yo'qmi, uni ham yozib qoldiring. Real hayotda shunaqa mashina bo'lsa-mi, u menimcha Dilemeni mashinasi, adashmasam mana shu Ferraridan edi. Endi bilmadim. Xullas, Ferrari skillari shundan iborat. Qachon qo'shilishi noma'lum, lekin 100% qachondir keladi global versiyamizga ham va siz ham mana shu chiroyli transport skillarini akkauntingizga tushirib olishingiz mumkin. Tez orada shu Xitoy PUBG Mobile haqida ham qanaqadir video qilmoqchiman. Ya'ni global PUBG bilan Xitoy PUBG'ni farqi, nima ustun tomonlari bor, nimasi zo'r, globalga nimalarni qo'shsa arziydi yoki kelajakda nimalarni qo'shishadi, shu haqida ham gaplashib o'tamiz. Bilmadim qachon chiqadi. Tez orada chiqarishga harakat qilaman. Bu global PUBG'imizni kelajagi desak ham bo'laveradi. Chunki qaranglar, o'ng tomondagi interfeys, ya'ni RP joyi, mana bu события joyi уже turi 3 versiyamizda qo'shilyapti mana. Bitta RP ga bosiladi, bitta события, o'ng tomonda ruletkalar. Уже global PUBG'imizda bu bor. Sekin-sekin mana shu holatga kelib qoladi. Xullas, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videomizni sizlar bilan PUBG Mobile'ga tez orada qo'shiladigan so'nggi yangiliklar haqida gaplashib o'tdik. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Sardor Gang kanali bo'ldi. Hammaga omad, doimo birinchi o'rinni olib yuringlar.